Qanaqa zakasi bor aka? Yandeksga 500-600 ming atrof. Bitta mijozlar sal qandaydir mensimaganda yoki Cho'chaqa bergan, qovun yeganmiz birga. Assalomu alaykum. Sizga bugun bir nechta savollar bermoqchi edik. Eng birinchi savol, kuryerlikda ishlayotganingizda qanaqa qiyinchiliklarga uchraysiz? qiyinchiliklar endi asosan mijozlarni muomalasida bo'ladi. Unda boshqa qiyinchilik yo'q. Mijozlar har xil mijozlar bor. O'shalar muomalasiga bog'liqda. Bitta mijozlar sal qandaydir mensimaganda yoki boshqa bir muomala ko'rsatadi, o'shanda qiyinchilik. Boshqa qiyinchilik yo'q. Yaqinda boshlab, siz hozir daromadingiz qancha kuniga? 170 mingdan 200 minggacha ke. Aha. U qancha ishlashdan bog'liq, to'g'rimi? Men faqat kechki ishlayman. Kechki payt o'sha vaqtingiz bo'lganda ishlaysiz. Necha soat ishlaysiz? 6-7 shunaqa. Endi sizga esingizda qolgan voqea qanaqa? Esimizda qolgan voqea shu. Eng chekka joyga misol borib qolganmiz. O'sha yerda qolib ketganmiz keyin. Uzoq joyda, o'sha lokasiyasi uzoq bo'lgan, 20 kilometr, 25 kilometr shunaqa. Choy-chaqa berganmi u odam? Cho'chaqa bergan, qovun yeganmiz birga. Torz yeganmiz, shunaqa qiziqarli voqealar. Kuniga sizda o'rtacha qancha daromad bo'ladi? 150-200 ming atraf. Endi men ko'p ishlamayman, shu 5 soat kuniga. Lekin yaxshi mijozlar ham bo'ladimi? Albatta yaxshi mijozlar ham bor. Ulardan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Bor unaqa mijozlar ham ajoyib, bir muomalasi chiroyli, saxiy insonlar ham albatta bor. Kuniga taxminan qancha daromad sizda chiqadi? Taxminan o'rtacha shu 500-600 ming atrof. Bu 10 soat ishlaganda. bu real raqamlar. Panasda yashamishingiz to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri.